Bugungi darsdan tortib biz endi programma iqimni kontrol qiladigan shart jumlasi, davriylik jumlasi qatorliq jumlalar bilan tanishib o'tamiz. Bu jumlalarni tanishtirishdan avval biz qatorlarni izolashning bir xil oddiy usulini tanishtirib o'tamiz. Esingizda bo'lsa kerak, oldingi soatlik darslarda biz butun tipliq sonlarni izolab, onun qimmat bergan vaqtimizda array of degan shaklda sonlarga qimmat bergan edik. Agar bizning izolamoqchi bo'lgan sonlarimiz butun son bo'lsa, butun sonlardan tuzilgan bo'lsa, biz buni int array deb mana shaklda izolay olamiz. Masalan, buningki 10 elementi bo'lsa, biz sonlar deganimizning o'zida int array 10 deb mana shaklda bersak, bu chog'da sonlar degan shu butun sonlardan tarkib topgan 10 elementi var. Shunaq sonlar qatori bo'ldi. Buning elementini biz ko'rib boqaylik. Masalan, sonlar deganni normalda sizlar sonlar qatori degan bekitishga buyruq bersanglar, bekitib chiqadigan narsa manda tushuniksiz narsa bo'ldi. Buni ko'rish uchun to list degan buyruqni ekanini qo'shsanglar, bu sonlar qatorininki elementlarini bir-birlab ko'rsatib turdi. Demak, bu 10 elementi var ekan, hozir 10 elementlardan birisi 0 ekan. Agar endi buni boshqacha chiqarmoqchi bo'lsak, unda o'lchamlashtirib, makey qismiga 7 deganni qassak, bu yerda 0 dan tortib 9 gacha sonni shakllantirib berdi. Agar mana 100 son qilsak, bu 0 dan tortib 99 gacha shunday sonni shakllantirdi. Endi mana 7 degan kodlarninki elementini ziyorat qiladigan birlik kelgan shuni atalg'u. Endi 7 birni qaytib etsak, har bir elementiga birdan qo'shib turdi. Bu 1 dan tortib 10 gacha sonni shakllantiradigan bir izola shakli bo'ldi. Endi bu sonlarni bundan izolig'i bo'lib qolmasdan boshqa turlarni bu shaklda izolig'i bo'ldi. Masalan, men 10 tal yulduzdan tarkib topgan bir sonlar qatori shakllantirmoqchi bo'lsam, bunda qilsam, bu 10 tal yulduz bo'ldi. Agar bu yerga Amir deb bir ismni 10 qatim paydo qiladigan mana shaklda izolab baksam, bu endi sonlar qatorining ichida mush Amir degan ism 10 yer ko'riladigan mana shaklda izolandi. Biz oldingi soatdagi usul bo'yicha shu o'xshash bir narsani izolasak, 3 tal Amirni paydo qilmoqchi bo'lsak, biz koni usulda array of deb Amir deb mana shaklda qildik. Hadisini ko'rib boqaylik. 3 tal chiqdi. Endi buni yangi usulda biz qilmoqchi bo'lsak, faqat mana shunday array deganning uzunligi 3, ichidagi elementni Amir deb qo'ysak, mana 3 tal Amirni shakllantirib beradi. Demak, endi mana yangi usul hem qolay, hem qisqa izolig'i bo'ldi. Yana bir xil sonlar qatorini izolab boqaylik. Bu boolean tiplik bo'lsin, har bir elementi false bo'lsin. Sak, bu endi 4 elementi bo'lgan, hamma element qimmati false bo'lgan. Bunda qatorni bu shaklda izolay oldik. Endi sonlar qatorini izolashdan keyin biz normalda programma yoki manda o'yan bir narsani layliga vaqtimizda ba'zida xohlagancha son paydo qilishga to'g'ri keladi. Masalan, shishqalning 6 tarafida 6 chekit bo'ladi. 1 chekit, 2 chekit, 3 chekit, 4 chekit, 5 chekit, 6 chekit. Shu 6 chekitninki biz shishqalni tashlasak, xohlagan birisi tushadi. Endi shu xil ahvolni kompyuterda taqlid qilishni qanday qilamiz desanglar,
Bununla tasaddufiy son deydigan uqum bor. Endi biz bu bugungi darsni boshlashdan burun shuni bir ko'rib chiqaylik tasaddufiy son degan narsani. Masalan, shishqalning 1 dan tortib 6 gacha chek bo'ldi taraflarda. Shuning ichidan biz tasaddufiy sondan birini paydo qilib, buni bu yerda shishqal degan, shishqalning inglizcha dice deydi. O'zgaruvchi yo'llab qo'yaylik. Yo'llagandan keyin ana keyin o shishqalning qiymatini biz qo'yaylik. 6 yana ijro qilsak 5 6 1 5 2. Demak bu 1 dan tortib 6 gacha bo'lgan sonlarni shunaq tasaddufiy holatda shakllantirdi. Bu aniq o'yinlaylashda va yoki biz imtihon sinoq savollarini chiqaradigan shunaq sharoitda ma'lum savolning ichidan bir savolni tortib chiqarish degandek, chek tortish degandek shunday usulni kompyuterda taqlid qilishda shu random usulni qo'llanamiz. Endi bu randomni bayataqdek sonlar qatori bilan birga ishlatishning usuli qanday desanglar. Masalan, buningda biz 4 tal son 1 dan tortib 4 gacha sonni chiqaradigan bir qator bor deylik. Shu qatordagi sonlarning ichidan bir sonni chiqarmoqchi bo'lsak, uningga sonlar qatorining keyiniga random deb olsak, sonlar qatorining bir elementini, xalqa elementini tortib berdi bizga. Endi mana print deganni son degan o'zgartiraylik. Buningda mana endi men birni qo'shsam, endi o'qibdi bular. Tizib qo'ydim. Üç, 2, 4, ama shunaq elementlarning ichidan qolgan bir elementni ep ko'rsatdi. O'xshash usul bo'yicha agar biz buni bundaq son emas, bir o'quvchining ismini bir sonlar harf tizim qatori yoki tekst qatoriga yo'llagan bo'lsak, masalan ismlar deganning ichida Ahmad, Olim, Obul Qosim, Olim, Ahmad, Obul Qosim, Reyhan mandaq. Mushunaq ichida bor elementlarni shuna tasaddufiy holda ko'rsatib berdi bizga. Bu shunaq applylash yoki o'yinlaylash davomida ko'p ishlatiladigan bir funksiya. Tasaddufiy son hosil qilgan funksiya. Buni bilib olsanglar bo'ldi. Demak, hosil qilishning usuli birisi mana sonning doirasini bekitib random desak bo'ldi ekan va yoki mana sonlar qatori yoki boshqa obyekt tekst harf tizqiya degandek shunaq elementlar bor. Qatorlarniki keyinga random deb uning ma'lum bir elementiga erishgan bo'ldi. Bu tasaddufiy son hosil qilish to'g'riliq bugungi sizlar tanishtirgan mazmunimiz. Endi tasaddufiy son hosil qilishdan boshqa qisman hollarda ma'lum bir biz izolagan sonlar guruhining ichidagi va yoki shunaq harf tizqi qatorining ichidagi elementlarning tartibini almashtirib ko'rsatishga ehtiyojimiz tushadi ba'zida. Bunda vaqtda qanday almashtiramiz desanglar, ismlar degan 4 ism bor. Bu harf tizqi qatorini biz tartibini o'zgartmoqchi bo'lsak, shuffle degan buyruqni basakla bo'ldi. Shuffle deb endi natijani ko'rsatib qo'yaylik. Ismlar degandan keyin buni
listga aylantirib chiqarib bakaylı. Qalsaq, hozir bu Reyhan degan 3-o'rindagi Reyhan 1-o'ringa keldi. Ahmad 2-o'rindagi bu o'zgarmabdi. Olim 3-o'rindan 1-o'ringa keldi. Obul Qasim o'z joyida turaverdi. Yana bassanglar, holat o'zgardi. Yana bassanglar holat keldi. Yana bassanglar, yana bir holat keldi degandek bu tartib to'xtamay shunaq. Almışdı her qitim ijro qilgan vaqtdan oldi. Bu endi qatorninki redlerini almashtirishda şu İngilizce shuffle yoki shilash degan şu buyruqni funksiyani ishlasak, buni tartibini almashtira olamiz. Bu sonlar qatori va yoki har chiziq qatorininki tartibini almashtirishni o'rganib bo'lgandan keyin endi bugungi rasmiy biz o'rganmoqchi bo'lgan cümlemiz devriylik cümlesi. Devriylik degan nima desanglar, kompüterda ko'p qitim bir taraf qiladigan bir narsani yoki ma'lum bir son ichida va yoki ma'lum bir shart ichida tekrar shunday ijro qilishni devriylik deymiz. Şu devriylikni shakllantiradigan biz cümleni devriylik cümlesi deymiz. Bugungi darsda devriylik cümlesining ikki xil shakli bilan tanishamiz. Birisi for inglizcha uchun degan gap. For degan keyin tirnoqdan birini ochamiz. Ondan biz buningga o'zgarishning ismidan birini qo'yamiz. Masalan, I deb qo'ysam, I in bu endi devriylikning doirasini biz ko'rsatib bersak bo'ladi. Masalan, 1dan tortib 10gacha. Bu devriylikning qimmati 1dan tortib 10gacha qimmat olsin dedik. Endi biz I'ni besib ko'rib boqaylik. Har bir qurg'a birini bossam, ijro qilsak, chiqqan narsa mana 1dan tortib 10gacha son bo'ldi. Demak, biz devriylik cümlesini bilmasak, 10 tal sonni besib chiqarish uchun println degandan println 1, println 2, println 3, println 4 deb 10 qur buyruq bersak, ana keyin mana chiqdi. Hozir devriylikni o'rgangandan keyin biz faqat ikki qurlan programma yozdik. Bu unumga erishdik. Endi biz 10 tal yulduz besib chiqarish uchun qanday qilamiz? Nega yulduz belgisi qo'yib qo'ysak, 10 tal yulduz chiqdi. Agar birinchi qurg'a 1 yulduz, ikkinchi qurg'a 2 yulduz, uchinchi qurg'a 3 yulduz, to'rtinchi qurg'a 4 yulduz anda chiqarmoqchi bo'lsak qanday qilamiz desanglar? Qo'sh davriylik deb yana bir hukm bor. Masalan, bu hozir 1dan tortib 10gacha bo'ldi. Endi buning ostiga yana bir davriylikdan birini qo'shayman. For da bu davriylik J desak, J birinchi qurda 1, ikkinchi qurda 2, uchinchi qurda 3 bo'lish uchun bu qursoni bilan maninki qimmati o'xshashmayishi kerak. Shunga buni 1dan tortib I'gacha desak, J'ning qimmatini. Mana ay 1 naga vaqtda 1 bo'ladi, 2 naga vaqtda 1dan 2gacha, 3 naga vaqtda 1dan 3gacha, 4 naga vaqtda 1dan 4gacha bunday shaklda bo'ladi. U chaqda mana har bir qurda shu qursoniga teng yulduzni bosadigan bo'ladi. Lekin qursoniga teng yulduzni besib bo'lgandan keyin bir qatam qur'atılishga ehtiyoj tushadi. Biz degandek shaklni chiqarmoqchi bo'lsak. Endi bunga qanday qilamiz desanglar, mana yulduzni besib bo'lgandan keyin biz qur'atlatib bersak bo'ladi. Println desaklar qur'atlaydi-ku normalda. Mana. Hozir chiqqan unum birinchi qurda 1 yulduz, ikkinchi qurda 2 yulduz, uchinchi qurda 3 yulduz, to'rtinchi qurda 4 yulduz mana chiqdi. Mana bir 3 puloni biz mana qo'sh davriylikdan foydalanib chiqardik. Endi mana o'rniga biz son chiqarib qo'yaylik. Son chiqarsak, masalan, J ni bossak, qanday unum chiqadi qarab boqaylik. Birinchi qurda 1, ikkinchi qurda 1, 2, uchinchi qurda 1, 2, 3, to'rtinchi qurda 1, 2, 3, 4 mana shaklda bir 3 pulon chiqdi. Sonlarni tarkib topgan. Demak, endi mana davriylikni
Şunda qat-muqat işletkili bo'ldi. Mana bu qo'sh davrilik, balkim buni 3 qat, 4 qat shunda qat-muqat yana işletkili bo'lishi mumkin. Endi bizning bugungi darsda bir topshiriq beramiz. Shu topshiriqni ishlash uchun shundaq qo'sh davrilik, 2 qat davrilik ishlasanglar, bizning bugun o'rlashtirmoqchi topshiriqni ishlay olasizlar. Endi davrilikning ikkinchi bir xil shakli. Biz mana misolni izohat qilib qo'yib turaylik. Ko'p qurliq izohat berish uchun yan to'siq yulduzda boshlaymiz. Yulduz yan to'siqda oxirlashtirsak, u izohat bo'ldi. Endi har bir qurni izohat qilib o'tmak, izohatning ichiga olmoqchi bo'lsak, har bir qurni oldiga ikki tal yan to'siq tatib qo'ysak, u qurni izohat deb taniydi. Bu qurdagi jumlalar ijro bo'lmaydi. Masalan, men ijro qilsam, bu yerda ishim chiqmaydi. Endi bu davrilik jumlasining yana bir xil shakli. Biz mana bu qatorning ichidagi elementlarni ziyorat qilmoqchi bo'lsak, masalan, men mana 1 dan tortib 4 kishi bo'lgan sonni ziyorat qilib boqay. Uni ziyorat qilmoqchi bo'lsam, buni qo'llanishda ham oson. Salla deganni chekit qo'yib, for each deb print it desam, bu sallaninki elementlarini bir-birlab besib chiqardi. 1, 2, 3, 4 deb 4 sonni besib chiqadi. Endi har bir sonni besib bo'lgandan keyin bir tal pesh qo'yib o'tadigan qilsak, bu ayrilib chiqadi. Endi o'xshash usul bo'yicha biz ismlarni ziyorat qilib boqaylik. Ismlarni ziyorat qilib boqaylik. Salla deganning o'rniga ismlar deganni oldik. Bassak, Alam, Ahmad, Reyhan, Ubul Qasim degan 4 ismni bundoq ziyorat qilib chiqarib berdi. Endi bu Salla qatorininki keyiniga for each deb buni ziyorat qilib bo'ldi ekan, for jumlasining o'zini ishlatib ziyorat qilib bo'lamdi desanglar, o shaklda bo'ladi. Bundoq ziyorat qilish nisbatan murakkab, lekin o xil shaklda amalga oshirib bo'ldi. Masalan, for dedik. O ismlar deganning ichida ismlar deganning ichida ayning qimmati 1 dan tortib ismlarning uzunligigacha qimmat oladi. Mana string bo'lsa length bo'ldi, qator bo'lsa size bo'ldi bo'ldi. Mana bunda o'zgartirsak bo'ldi. Endi for jumlasidan keyin print buning biz elementni ziyorat qilish uchun ismlar deb elementning nomerini beramiz-ku. Lekin bu yerda nomer 1 dan boshlanib qoldi. Lekin normalda salla qatorining elementi 0 dan boshlangan bo'lsa, biz ayning qimmatidan 1 chiqarib etib, buni o'xshash usulda ani besib bo'lgandan keyin keyingi peshdan birini qo'shib etildi. Ham natijasini ko'rib baqsak, buning natijasi biz bayatni chiqargan bilan o'xshash. Endi buni men tushuntirib bersam, ayning qimmati 1 dan tortib ismlarning uzunligigacha qimmat oladi. Endi ismlar ondan ayning qimmatidan 1 ni tortib etsak, bu 0 dan tortib qimmat oladigan bo'ladi. Shuning bilan ay qimmati 1 bo'lgan vaqtda bu ismlar 0 ni, 2 bo'lgan vaqtda ismlar 1 ni, 3 bo'lgan chaqda ismlar 2 ni, 4 bo'lgan chaqda ismlar 3 ni. Shunday qilib, mana bu 4 tane ismni bizga besib chiqarib berdi. Bu endi davrilikniki bir qancha xil shakllari. Davrilikda cho'ngdan kichikka a şekilde devrilendirishgan bo'ladi. Biz bayatınqi misolda ma misol qarasanlar, ayning qimmati 1 dan 10 gacha deb ma shaklda qildik-ku. 1 dan 10 gacha qilganning o'rniga 10 dan 1 gacha deb qilib bo'lamiz desanglar bo'ladi. Qanday qilamiz? Ay
in 10 o çağda down to degan işletimiz çekit işletiş bolmaydı bu vaqtda. Ondan birgacha desek, avval 10 ni aladi, ondan 9, ondan 8, ondan 7 degandak ashnaqa. Sonlarni tartib chiqarish uchun down to deganni qo'llansak bo'ladi. 19, 8, 7, 6 a şekilde bastı. Her birini ayrım qurib chiqarish uchun printlensak bo'ldi. Demak, bu mana devriylik cümlesini ishlatishning usullari. Hamda devriylik cümlesini o'rganib bo'lgandan keyin bizning bugungi darsda o'rganmoqchi bo'lgan yana bir narsamiz shart cümlesi. Shart cümlesi deganimiz yumshoq detallarlashda yoki app'laylashda ayte kengari ishlatildi. Chunki programma davomida masalan biz ikki tanlash plan ishni qilishni xohlamsiz deb yoq deb ikki ko'nikib chiqarishimiz mumkin. Shuningda degan ko'nikni bossamanda qilsin, yoq degan ko'nikni bossamanda qilsin degandek ashunaq. Eng oddiy bo'l. Shundaq sharoitdami shart jumlasini ishlatish to'g'ri keladi. Ham shart jumlasining shakli qanday bo'ldi desanglar, if deb agar shart qanoatlansa bir ishni qiladi, qanoatlanmasa yana bir ishni qiladi. Bu cümle if'dan başlandı. Biz hem de mavi birden tatip 10'gacha salının içindeki taqsanını gösterdiğin bir programımız bakayla. Yani birden tatip 10'gacha san. Bunun içinden taqsanını tepiş üçün taqsan hüküm qilishning usuli nima desanglar, agar ayninki qimmatini 2'ye bölgandiki qoldiq 0 olsa bu jupsan bo'ladi. Yani print tırnaqning ichiga dollar belgisi ay desak, ashsanning o'zini serat qila olamiz. Bu olsa jup son dedik. Agar 2'ye bölgandiki qoldiq 0 olmasa bu taqsan deb bundaq boshlagan qilayli. Hem icra qilib taqsaq mana quruq ayrıgitli olmasa alış girdi ekan. Bir boz taqsan, 2 jupsan, 3 taqsan, 4 jupsan, 5 taqsan deb bundaq taqjibni ayırıp turadigan oddiy bir misol bo'ldi bu. Hem de o'xshash usul bo'yicha masalan 3 ga bo'linmaydigan sonlarni 4 ga bo'linmaydigan sonlarni degandek tep chiqqili bo'ladi. Bu hem de shart cümlesining bir xil ishlatilishi. Qanday qildik ekanmiz? Shart if anadaki shart nuqtani qo'ydik ekanmiz. Shart qanoatlansa yoki shart rost bo'lsa, mana birinchi ishni qiladi. Agar shart qanoatlanmasa yoki yolg'on bo'lsa, ikkinchi ishni qiladi. Endi men ko'p qurliq bo'lgan bo'lsa, tirnoq ilishinglar zarur tirnoq ilishinglar. Agar ko'p qur bo'lmasa, bu Kotlinda tirnoq qolmay, bundaqla yozaversangiz bo'ldi. Bir qur bo'lsa, bundaq yazsanglar xatolik chiqmaydi. Natija o'xshash chiqaveradi. Lekin bu shart qanoatlansa, mani besishdan boshqa qildigan boshqa ishlar bo'lsa, o chaqda jisman ko'p qur bo'lganlik uchun tirnoq qolasizlar. Shunga diqqat qilsanglar bo'ldi. Hamda ba'zi avvallarda qimmat ma'lum bir o'zgaruvchi qimmat bergan chaqda shartlik qimmat berish to'g'ri kelib qoladi. Masalan, rost bo'lsa bunda qimmatni olsin, yolg'on bo'lsa ma qimmatni olsin deb. Oddiy bir misol, biz bu yerda bir tal o'zgaruvchi zolayli yoki turarli miqdor bo'lsin. Masalan, A'ning qimmati şu. Eğer A kıymeti
Rast bolsa, bununla bizden almakçı bolgan kımmetimiz rast diyen kımmet bolsun. Bolmasa yalgan diyen kımmet bolsun. Yani bu kımmetni bu yerde rast yalgan diyen bir özgergüçüge yollap bersin. Ondaq bir programımız yapaqaylı. Hem de print'te rast yalgan diyen bir әріп тізіктіклік өзгергішіне besip çıkıp bakaylı. Bu yerda A'nın kımmeti rast bolganlyk üçün bu yerda rast diyen kımmetini eliş gerek. Sınaq qıp bakaylı. Eğer A'nın kımmeti yalgan bolsa bu derhal yalgan diyenini besip çıkıdığan boldu. Demek bu alaqay true false'nın uyg'ursini kösüpdirdigan bir program boldu. Demek emde bu şart cümlesini da kımmet beriş davamındamı işletkili buludu. Mayadaki A diye A'nın kımmeti true olsa diyen bilen okşaş. Şunu bilip alsanlar buldu. Çünkü olsun şu bana yazaylı. Bu ne? A depleme yapsanlar mı buldu. Anladın ki A ten false diyen ne? A ten false. A yalgan bolsa diyen ne? Bunda yapsanlar buldu. A yalgan bolsa, uçadım ya yalgan boluş gerek oldu. Rast bolsa A'nın özüne, yalgan bolsa A'nın oldığa ündeş belgisini koyup A şekilde yazsanlar bu A ten true yoki A ten false degenge okşaş ifade buldu. Bunu qısqartып ketishni usul aşdıq. Endi ma programının özüne, muş kurdaki programını, muş kodunun özüne biz normal if ile yazsak qandaq buldu desanlar. Demek ma programında A'nı azır çoğusak, rast deydigan, false qıysak, yalgan deydigan bunda bir program buldu. Bu programının ünümü ma üç qurluk programının ünümü bilen okşaş. Eken endi ma'nın da düşünüp alsanlar. Nayta adila bir yolla kıymet berişine, şert yasasan kıymet berişine emelge aşıqlı buldu. Şoňa men her işkili xil usulny ýerge tizip koydum. Özüňe selişdirip meşq qılıp bilip alsanlar buldu. Bugunki asaslyk düşündirdiğim mezmun şu sallar qatarıga kıymet berişiniň ýaňy usuly. Bu usulda anadyn kin sallar qatarynyň işiden veya ki ma'lum sallar işiden bir tasaddubi sanny elişiniň usuly. Andan sallar qatarynyňki tertibini almaşdyryşynyň usuly. Andan devrilik cümlesi, şert cümlesi diýerlerini tonuşdurup ötdik. Bugunki tapşyrykda birinci tapşyrygymyz goş devrilikden paýdalanyp işleydigan tapşyryk. Buna men bu ýerde körsetken misalga qarap işleseňler buldu. Goş devrilikniň misaly. Bu ýerde. Bu ýerde men körsetdim goýlaky. Başda ýulduz belgisi baslagan gylyp, keyin birden tatyp 10 gıç sallany. Birinci gurga 1, ikinci gurga 1, 2, üçüncü gurga 1, 2, 3 diýendek anda baslagan adatda çıkıdığan näsine bu şöyle bir neçe program bilen çıkagan. Aşınan qarasaňlar birinci tapşyrykny hem şonu paýdalanyp işleýäleksizler. Hem de ikinci tapşyrykda biz budaq saat ötmekçi bolgan obyektiv hukumy kirişdirilgen. Şu anda ikinci tapşyrykda işletile kollanyldygan bu obyektivga men bir izahat berip goýay. Hem de biz her xil sallyk maglumat tiplerini izaladyk. Hemme sallyk maglumat tipleri toplaşıp ma'lum bir obyektni şekillendirdigan awalda boludy. Masalan, oguwçy desek, oguwçynyň numary, oguwçynyň ismi, oguwçynyň jinsi diýendek aşna näsliň her birini aýrym-aýrym sallyk maglumat tipleri bilen izalap
uningdan aşağı her xil sonliq ma'lumot tiplaridan tarkib topgan bir elementni bir obyekt deb izolasak, bu hamda bizning programma davomida undan narsa ishlasak, yeshini ayrim bir yerda, ismini ayrim bir yerda saqlagandan hamma biraqlam saqlasak, programma texmo redlik hamda muqimchanligi yuqoriroq bo'ladi. Biz hozir normal obyektdan birini izolab boqaylik. Topshiriqdagi misolda topshiriqda bir mashina deb turkcha araba degan bir obyekt var. Bu obyektda qandaq elementlar var desanglar, birisi numeri var, no deb, markası var, marka deb, anandaki rengi. Üç narsa var. Endi o üç narsani o'zi chiqqan bir obyektni izolash uchun class deb izolaymiz. Ondan obyektning ismi araba. Arabadan keyin endi buning numeri var deyli, numur no bu bütün tiplik. Markası marka string tiplik. Burama aldığa varını qo'shishimiz kerak ya vallahi. Ondan üçüncü elementi renk. Türkçe renk deb yozdim. Bu mu string aletde. Bunda qilsak biz araba deb bir obyektni izolab bo'ldik. Endi bu obyektni biz programmamizning ichida qanday ishlatamiz desanglar, yana mana ismlar deganni izolab etay. Izolab etgandan keyin men mashina deganni obyektdan birini izolamoqchi bo'lsam, masalan var araba tang araba tirnoqning ichiga birinchisiga nomerini yozamiz. Numeri masalan bizning topshiriqda birinchi mashinaning numeri 101 ekan. 101 deydi. Ondan bunun markası Fiat ekan. Rengi sarı yoki sariq. Demak, ma'qul usulda biz bir obyektni mashinadan iborat bir obyektni izoladik. Endi buni besib chiqarib boqaylik biz. Printda araba degan bu xil obyektniki xohlagan bir elementni biz besib chiqara olamiz. Masalan, no desak, mashinaning nomerini besib chiqara olamiz. Mashinaning nomeri 101. Endi mashinaningki markasini basmoqchi bo'lsak, araba marka deb bassak, bu yerda Fiat deb besib chiqardik. Endi araba renk deb bassak, bizning izolagan mashina elementimizningki rengini chiqarib berdi. Demak, endi bu mashinadan iborat elementni shunday shaklda izolag'ili bo'ldi. Endi bizning topshiriqda 3 mashina bor. Buni xohlasanglar araba 1 deb mana shaklda birinchi mashinaning uchurlarini kirgizgan ekan, araba 2 deb ikkinchi mashinaning uchurini kirgizib, oxirida o mashinalarni masalan arabalar deb tam array of deb ichiga araba 1, araba 2, araba 3 deb yozsanglar, mashinadan tuzilgan bir qatorni izolag'ili bo'ldi. Ikkinchi topshiriqni ishlash uchun izolash usuli mushu. Endi obyekt to'g'riliq tafsilotlarini biz bu daqiq soatda cho'nqurlab tanishtiramiz. Bugungi darsimiz bu shekilda bo'lsin. Allohga omonat.